Assalomu alaykum azizlarim. Hozir sizlarga bir layfhak o'rgataman. Mana bunday tikish usulidagi tikish usulini ba'zi ayollarimiz so'tishda qiynalishadi. Buni qiyin deb o'ylashadi, lekin buni so'tish juda ham oson. Hozir sizlarga shuni o'rgataman. Mana bu tarafdagi tikish tarafini, mana bu tarafini ko'ramiz. Bu tarafi zichroq tikilgan, bu tarafi sal shuni o'rta qismidan kesib chiqamiz qaychi bilan. Shunday ko'ylakni ikkiga ochganimizda ko'ylak tezda so'tilib ketadi. Mana bu kesilgan joyi. O'rtasidan kesib chiqqanman. Endi buni ochamiz. Mana. Juda ham oson. So'tilib ketaveradi. Endi bu yog'ini qirqamiz. Shu tarzda davom etamiz.